Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Men boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Ibragimova Nozima Ulug'bekovaman. Bugun sizlar bilan boshlang'ich matematika kursi nazariyasi fanidan kompleks sonlar va ular ustida amallar mavzusida dars mashg'ulotimizni olib boramiz. Bugungi darsimizning rejalari quyidagicha. Birinchi rejamiz kompleks sonlarni Dekart koordinatalar sistemasida tasvirlashni o'rganish. 2. Kompleks sonning turli ko'rinishlari va ular orasidagi bog'lanishlar. 3. Kompleks sonlar ustida arifmetik amallar bajarish. Demak, biz bugungi darsimizda dastlab kompleks sonlarga oid masalalar yechishni o'rganar ekanmiz. Shu vaqtgacha natural sonlar to'plami, butun sonlar to'plami, ratsional, irratsional hamda haqiqiy sonlar to'plamini o'rganganmiz. Va haqiqiy sonlar to'plamida barcha turdagi masala va tenglamalarga yechim topa olmaymiz. Masalan, kvadrat tenglamalarni yechayotganimizda diskriminant manfiy bo'lganda haqiqiy yechimlarga ega emas degan holatga duch kelamiz. Bunga o'xshagan holatlarda yechim olish uchun bizga kompleks sonlar to'plami yordamga keladi. Kvadrati -1 ga teng bo'lgan son mavhum birlik deyiladi va u i harfi bilan belgilanadi. Ya'ni i kvadrat teng -1 yoki i barobar iltizosida -1 ko'rinishda ifodalanadi. Oddiygina iltizosida -16 ifodaning qiymatini topish masalasini qarasak, bu ko'rinishdagi ifodaning qiymatini haqiqiy sonlar to'plamida topa olmaymiz. Mavhum sonlar to'plamida esa iltizosida -1 ni ko'paytuvchiga ajratish orqali hosil qilamiz. Iltizosida 16 ni ildizda 16 ko'paygan ildizda -1 ko'rinishda yozamiz. Bu yerda 16 dan kvadrat ildiz 4, -1 dan kvadrat ildiz esa i hosil bo'ladi. Natijada iltizosida -16 ifodamizning qiymati 4 i ga teng bo'ladi. A va B haqiqiy sonlardan tuzilgan A plus BI ko'rinishdagi ifoda kompleks son deb nomlanadi. Kompleks sonni Z orqali belgilasak, Z barobar A plus BI ko'rinishda ifodalaymiz. Bu yerda A haqiqiy sonimiz kompleks sonimizning haqiqiy qismi, B esa mavhum qismi hisoblanadi. Kompleks sonning turli ko'rinishlari mavjud. Kompleks sonning turli ko'rinishlari mavjud. Ular quyidagilar. Birinchisi vektor ko'rinishi, ikkinchisi algebrik ko'rinishi, uchinchisi trigonometrik ko'rinishi va to'rtinchisi ko'rsatkichlik ko'rinishi. Quyida esa biz o'sha ko'rinishlar orasidagi bog'lanishlarni o'rganib chiqamiz. Z barobar A qo'shilgan BI ko'rinishdagi ko'rinish kompleks sonning algebrik ko'rinishi hisoblanadi. Biz Dekart koordinatalar sistemasining gorizontal OX o'qida kompleks sonning haqiqiy qismini, vertikal OY o'qida esa mavhum qismini joylashtiramiz hamda bizda